Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mashhur tarixchimiz Turg'un Almas Apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Chin Shuxanning G'ullarga qarshi turish uchun Sadichin Sipilni ulab tutashtirgan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Hunlar milodidan 3 asr burunqi vaqtdan boshlab misli ko'rilmagan holda kuchaydi. Hunlar milodidan 240 yil burunqi chaqdan tortib, milodining 216-yilgacha 500 yil hukm surgan qudratli Hun tangri qutlug'ini vujudga keltirdi. Qudratli Hun tangri qutlug'i o'zining mashhur doisi Batur tangri qutining vaqtida o'zining eng qudratli shonliq bir davrni beshidan kechirdi. Mana shu qudratli Hun tangri qutlug'ining territoriyasi sharqda Ulug' okean qirg'oqlarigacha, shimolda Sibiriyadagi Lena daryosi, Bayko'l, Yansay daryolarining o'rta yaqinlarigacha, janubda Sadichin sepiligacha, g'arbiy shimolda Oltoyning g'arbidan tortib Kaspiy dengizining sharqiy shimoligacha, g'arbiy janubda Hindistonning shimoligacha, g'arbiy janubda Ulug' Orshaklar Eron sulosining shimoligacha so'zildi. Mana shu qudratli Hun tangri qutlug'ini Hunlar tarixida o'tgan ulug' qahramon Batur Tangriqut vujudga keltirdi. Batur Tangriqut Hun Tangriquti Tuman xonning cho'ng o'g'li bo'lib, boshda taxt varisi bo'lib tayinlangan edi. Keyinga kelib Tuman Tangriqut kichik olchisi, kichik xonishidan tug'ilgan kichik o'g'lini o'z o'rniga varis qilib tayinlab, Baturning varisligini bekor qildi. Uning ustiga Baturni ulug' yovchilar eliga go'raga avitib berdi. Qadimqi zamon diplomatiyasida ikki davlat orasida tuzilgan bitim nomining buzilmasligiga kapolatlik qilish uchun bir taraf yana bir tarafga o'g'illardan birini go'raga avitadigan odat bor edi. Taxminan milodidan 216 yillar burun Tuman Tangriqut Baturni ulug' yovchilarga go'raga avatdi. Bu ishqa Batur nihoyat qattiq norozi bo'ldi. Go'raga avatilgan shahzodlarning hayoti tarixda odatda fojialik taqdir bilan oyoqlashadi. To'la chaqlarda ikki davlat orasida tuzilgan bitimlar buzlatdi-da, go'raga avatilgan shahzodlar o'ldiriladi. Nihoyat aqlli, hushyor bo'lgan Batur shundoq fojialik ahvolning tug'ilish ehtimoli borligini sezib, Hunlar bilan ulug' yovchilar munosabatidagi ahvolning buzilishini kuzatib, urush bo'lib qoladigan paytda qochib ketishga bel bog'ladi. Batur bu maqsadiga oxiri yetdi. U ulug' yovchilar elidan qochib chiqib, Hun tangri qutlug'iga qaytib keldi. U o'zi tarbiyalagan bir qism Hun otliq jangchilarga tayinib turib, u paytidan foydalanib, otasi Tuman Tangriqut boshliq bir qism Hun baglarini, o'gay onasini, o'gay ukasini o'ldirdi va o'zi Hunlar tangriga chiqdi. Bu voqea milodidan 209 yil burun yuz berdi. Batur Tangriqut Hun tangri qutlug'ining taxtiga chiqqandan keyin davlatning hokimiyat tashkili va harbiy tuzumini xeyli mukammal darajada radga soldi. Tarixiy xotirlar va Xan sulolasi yilnomasidagi Hunlar haqida milodidan 265 yil burun Hun Tangriquti degan nom tilga ilinadi. Hunlarning eng qadimgi chog'dan tortib o'z xollarini Tangriqut, ya'ni Tangrining saodati, Tangri o'g'li degan ma'noda deb ataganligi buningdan ma'lum bo'ladi. Tarixchi Simachan Hunlarning Cho'ngvey otli xon ustida to'xtalib, uni Hunlarning buvisi deydi. Tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda Cho'ngvey milodidan 1764 yil burun o'tgan. Shundaq bo'lganda Cho'ngvey buningdan taxminan 4000 yil burun yashagan bo'lib chiqadi. Bir qadar ishonchi kerak tarixiy xotirlarda Hun tangri qutlug'ining nomi Tuman Tangriqutdan boshlab tilga ilinadi. Bu Tuman Tangriqut milodidan 240 yil burunqi chaqdan tortib, milodidan 210 yil burunqi chaqcha Tangriqut bo'lgan. Batur Tangriqut davlat tashkilini mukammallashtirish uchun 24 xil darajaga bo'lingan amaldorlik tuzumini o'rnatib, davlatni boshqarish uchun xonlar va bagliklarni tayinlagan. Bular: birinchi, so'l qo'l bilga xon, ikkinchi, o'ng qo'l bilga xon, uchinchi, boyg'u, ya'ni bosh vazir, to'rtinchi, so'l qo'l il qusay, beshinchi, o'ng qo'l il qusay. Bular vazirlik mansibi. Oltinchi, so'l qo'l qutug'u, yettinchi, o'ng qo'l qutug'u, sakkizinchi, so'l qo'l xon, to'qqizinchi, o'ng qo'l xon, o'ninchi, so'l qo'l ulug' sangun, 11-o'ng qo'l ulug' sangun,
12-chi so'l qo'l ulug' tutuq beg, 13-chi o'ng qo'l ulug' tutuq beg. 14-chi so'l qo'l ulug' g'azni begi, 15-chi o'ng qo'l ulug' g'azni begi, 16-chi Batis xon, 17-chi Tuman beshi, 18-chi Ming beshi, 19-chi Yuz beshi, 20-chi o'n beshi qatorliqlardan iborat. Hun Tangriqutlari oliy hukmron sifatida davlatning harbiy, ma'muriy va tashqi siyosatdagi barliq cho'ng huquqlarini boyg'u, so'l qo'l qutug'u, o'ng qo'l qutug'larning yordamchiligida yurgizatdi. Qutug'ular bo'lsa, hunlarda esil urug' hisoblanadigan G'oyan, Lan, Shabu qatorliq 3 urug'dan tayinlanadi. Hun Tangriqutlari o'g'illarini mana shu 3 urug'ning qizlariga uylantiradi. G'oyan urug'idan chiqqan qutug'ular Tangrining so'l tarafida, Lan Shabu uruqidan chiqqan Qutug'ular Tangriqutning o'ng tarafida o'tiradi. Batur Tangriqutning vaqtida Hun Tangriqutning poytaxti hozirgi Ko'kxut shahrining sharqiy janubidagi Tangribalıqda edi. Ko'kxut shahri hozir Ichki Mo'ng'ulda. Keyincha Hunlar poytaxtini O'rxun daryosining sharqiy qirg'idagi Xushu Saydam ko'lining bo'yiga yo'tkab keldi. Tangriqut bilan Olchi Tangriqutning malikasi poytaxtdagi o'rnida turadi. Batur Tangriqut Hun Tangriqutligining territoriyasini 4 qismga bo'lib boshqarishni yo'lga qo'ygan. Tangriqut Hunlar territoriyasining o'rta qismini o'zi bevosita boshqargan. Tangriqutning o'z o'g'li bo'lgan So'l Qul Bilgaxon Hunlar territoriyasining sharqiy qismini boshqargan. Uning ayrim o'rtasi bo'lib, o'rni Qurulun daryosi, hozirgi Mong'oliyaning sharqida. Uning yuqori iqimida edi. So'l qo'l Bilgaxon boshqargan territoriyaning sharqiy Uluq okean qirg'oqlariga so'zilgan edi. U asosan bo'ysundirilgan Tunguslar, bular Manjularning ajdodi, Mong'ollar, Piromlar, hozirgi Chavshan xalqining ajdodlaridan. Bularning ustida hukmronlik qiladi. O'ng qo'l Bilgaxon bumo Tangriqutning o'z o'g'illaridan tayinlanadi. Hunlar territoriyasining g'arbiy qismini sharqiy rayonlarini boshqaradi. Uning ordusi Qubdu, Ulasaydagi Xongay tog'lari, ya'ni hozir Mong'oliyada. U boshqargan territoriya ichiga hozirgi Ichki Mo'ng'ulning Alasan aymig'i, Ersin aymig'i, Tangritog'ning shimolidagi Jo'ng'ar dalosi, Tarim vodisining shimoliy qismi, Silinga daryosi, Umum Mong'oliyada va uning g'arbiy qismidagi Qubdu qatorliq joylar kiradi. So'l qo'l, o'ng qo'l bilga xonlardan qolsa Batisxon, Kunpitish tarafdagi xon deb ataladi. Xonlar nihoyatda cho'ng huquqqa ega edi. Batisxon Hunlar territoriyasining g'arbiy rayonlari, sharqiy Tarim vodisining o'rta janubiy qismidan tortib, g'arbiy Kaspiy dengizining bo'ylarigacha bu yerlarni boshqaradi. Uning ordusi hozirgi Korla atrofida edi. U Tangriqutga vakolatdan hukm yurgizatdi. Urush vaqtlarida bo'lsa, Tangriqutdan tortib, Ulug' G'azina begigacha bo'lganlarning hammasi qo'shinlarga yetakchilik qilib urushga qatnashadi. Tuman beshi, Ming beshi, Yuz beshi, 15lar bo'lsa, nuqul harbiy ishlarga yetakchilik qiladi. Batur Tangriqut tarafidan texmo muntazamlashtirilgan harbiy tuzum bo'yicha Hun qo'shinlari asosan otliq, qisman piyoda qo'shinlardan tashkillangan edi. Harbiy tuzum bo'yicha ularning yosh yigitlarining mutlaq ko'pchiligi otliq qo'shinga kiradi. Hun otliqlari otlarning ranglari bo'yicha tuman deb ataladigan birliklarga bo'linib tashkillangan edi. Batur Tangriqut 400 ming kishilik otliq qo'shin tashkil edi. Otliq qo'shinlar ko'k, oq bo'z, qora, qizil to'ruq ranglik otlar bo'yicha bo'laklarga ayrildi. Bu 400 ming kishidan tarkib topgan otliq qo'shinning cho'ng kichik komandirlari 44 ming 440 kishi bo'lib, uning ichida 40 nafari tuman beshi, 400 nafari Ming beshi, 4000 nafari Yuz beshi, 40 ming nafari 10 beshi edi. Hun qo'shinlari nihoyatda batur, chidamliq edi. Ular issiq so'g'oqqa, ochliqqa, ussuzlikqa, bo'ron, yomg'irga anchavala pisand qilib ketmaydi. Chunki hunlar qadimdan tortib o'zi yashagan joylarning tabiiy ahvollaridagi qiyin sharoitlar, ya'ni qumluq, so'g'oq va boshqalarni yengish uchun o'zlarida baturlik va qaysarlik ruhini yetishtirgan edi.
Uning ustiga Hunlar kuchlik Hakavur qo'shinlarining hujumidan o'zini mudofaa qilish uchunla emas, balki ularni bosh egdirish uchunmi kuchlik, botur va chidamliq bir qo'shinning bo'lishi lozimligini bilatdi. Shunday qilib, Batur Tangriqut ishni davlat tashkilini mukammallashtirish va jangovarlikni nihoyat ustun qo'shin tashkil qilishdan boshladi. Hunlar u davrda ba'zi tarixchilar aytgandek qulluq tuzumda yoki ibtidoiy jamiyat tuzumida emas, balki yerim patriarxal, yerim feodallik jamiyat tuzumida edi. Tangriqut butun davlat bo'yicha eng oliy hukmron bo'lib, uning qo'l ostida feodallik, so'yirg'anlik tuzumi yurgizilgan. Bu Hun tarixiga doir maqollar to'plamidan elindi. Hokimiyat tashkili va harbiy tuzumining xeyli mukammalligiga qaragandimi, ular albatta feodallik tuzum sharoitida yashagan. Hunlarning ijtimoiy tuzumining feodallik tuzum ekanligini isbotlaydigan faktlar xeyli ko'p. Ular milodidan ko'p asrlar ilgari Temir tavlashda oldingi qatorda turgan. Ularning Xan sulolasiga yezib avatgan maktublaridimi mazmun va badiiy jihatdan nihoyat yuqori bir saviya ifodalanib turadi. Hunlar milodidan bir necha asr burunla Yansay Urxun yezig'ini qo'llangan. Batur Tangriqut milodidan 207 yil burunqi chaqdan tortib, milodidan 200 yil burunqi chaqqicha bo'lgan 7 yil ichida 4 tarafidagi xo'shlariga hujum qilib, Sharqiy Osiyoni vahimaga silib qo'ydi. Batur Tangriqut avval o'zining sharqidagi kuchlik va Hakkavur qo'shnisi bo'lgan To'ng'uslarga ushtumtut hujum qilib, To'ng'uslarni va Mo'ng'ullarni tamoman bo'ysundirib oldi. Ondan keyin hozirgi Gansuning Xeyshi koridorida yashaydigan ulug' yovchilar ustiga besib berib, ularni tarmar qildi. Batur Tangriqut sharq va g'arb tarafga qilgan g'alabalik yurishlaridan keyin o'zining janubidagi qo'shnisi Jungoga xavf silishga boshladi. Shu chaqda Jungodagi Qing sulolasi ag'dirilib, Xan sulolasi qurilgan edi. Yangi qurilgan Xan sulolasining iqtisodiy xarob, bo'linma kuchlar mavjud bo'lib, markaziy hokimiyat texi mustahkamlanib ketmagan edi. Batur Tangriqut Jungoning bu xil ichki ojizligidan foydalanib, uningga hujum qilib, milodidan 215 yil burun yuturib qo'ygan Ordus yaylig'ini Jungodan qaytarib oldi. Batur Tangriqut buning bilanla cheklanib qolmadi. U milodidan 200 yil burun Xan sulolasi territoriyasiga besib kirib, hozirgi Sanshi o'lkasidagi Shaoshan nahiyasini muhosiraga oldi. Shu joyda mudofaa qilib turgan harbiy vali Xan Wangxing Hunlarga taslim bo'ldi. Hunlar yana ilgarilab Shanshidagi Taiyuan, Jingyang qatorliq shaharlarga hujum qildi. Bu chaqda Xan sulolasining tunji podshohi Xan Gaozu Hunlarga qarshi yurish qilmoqchi bo'ldi. Uning vaziri Liu Jing Hunlarga qarshi yurish qilishning nihoyat xatarlik oqibat keltirganligini nazarda tutib, Liu Bang Xan Gaozuni ogohlantirdi. Lekin Liu Bang Liu Jingning ogohlantirishini e'tiborga olmay, uning o'zini nazarband qildi. O'zi 320 ming kishidan tarkib topgan qo'shinga bosh bo'lib, Hunlarga qarshi mangdi. Buningdan xabar topgan Batur Tangriqut xillangan 400 ming kishilik Hun otliq qo'shinini Finching, hozirgi Datong shahrining janubidagi Beyding teg'ining edirlariga o'rlashtirib, Xan sulolasi podshohi Liu Bangning kelishini paylab bo'ktirmida turdi. Batur Tangriqutning harbiy taktika jihatda o'rlashtirgan bu yoshurun to'ziqidan qilcha xavri bo'lmagan Liu Bang o'z qo'shinlarining oldingi qismlarini boshlab kelib, Beyding teg'ida muhosiraga elinib qoldi. Simachanning yezishiga qaraganda, Xan sulolasi qo'shinlarining shimol tarafini qora otliq, sharq tarafini ko'k otliq, g'arb tarafini oq bo'z otliq, janub tarafini qizil to'riq otliq Hun qo'shinlari qo'rshib olgan. Tashqi dunyo bilan aloqasi uzilgan Xan sulolasi 7 kecha kunduz qo'rshovda qilib, oshiqdan o'lib tugashga tas-tamas qolgan. Liu Jingning gapiga kirmay, Hunlarga qarshi yurish qilib, qo'rshovga tushib qolgan Liu Bang nima qilishni bilmay beshi qetib turganda, uning Qingping otliq vaziri qo'rshovdan qutulishning amalini topdi. Qingping Batur Tangriqutning olchisi cho'ng bekasining xos chediriga kechisi xufiyona berib, uningga nurg'un oltin para berdi. Uningga Batur Tangriqutning ko'ziga ko'rinib turgan bu harbiy g'alabasining uning o'ziga hech bir yaxshilik kelmaydiganligini, Batur Tangriqutning qo'rshovdagi qo'shinlarni asirga elib, Xan davlatiga keng ko'lamda bostirib kirdiganligini, uningdan keyin mag'lub bo'lgan Xan amaldorlari va baglarining o'zlarining go'zal qizlarini Tangriqutga taqdim qilishga boshlaydiganligini, u qizlarning oppoq yuzlik, mamuq badallik va intayin nazokatlik bo'lib, Tangriqutning ularga qiziqib ketib, bekani cho'qim tashlaydiganligini tushuntirib, cho'ng bekani cho'chitib qo'ydi.
Öz aqibatidan ansirab qolgan cho'ng bekadin qo'rshovning ma'lum joyidan kichikroq yuchuq echish imkoniyatini yaratib berishni o'tindi. Alchi uningga va'da berdi va Botir Tangriqutdan darhol orqaga qaytib ketishini talab qildi. Ondaq bo'lmaganda ko'k tangrining g'azabiga yo'liqadiganligini aytib Shaman tangrisi nomi bilan Botir Tangriqutni qo'rqitdi. Botir Tangriqut alchining aldam xaltasiga tushib, qo'rshovning ma'lum joyidan xan qo'shinlarining chekinib ketishi uchun bir yuchuq echib berishga unudi. Liuban qo'shinlarini boshlab shu joydan qochib chiqib ketdi. Sharqni zilzila keltirgan mashhur Baydin qo'rshovi Hun elchisining xoinligi sababidan mag'lubiyat bilan oyoqlashdi. Baydin qo'rshovi haqida ayni vaqtda xanzlar mundaq bir qo'shiq to'qigan. Finchingda yuz bergan ajoyib vaqa keltirdi dahshatli jafo mushaqqat. 7 kun och qilib ketdik madordan, o'xyani etishga yetmadi quvvat. Miladidan 200 yil burun mag'lub bo'lgan Xan sulolasi bilan Hunlar orasida betimnoma tuzildi. Betimnomada Xan sulolasi har yili Hunlarga nihoyat nurg'un miqdorda kimxob, tovar durdun, oshlik qatorliq narsalar bilan ulpon to'lab turishga majbur bo'ldi. Qadimgi chog'dagi Jungo tarixchilari Hunlarga har yili avatib berilgan bu yasoqni "So'g'a salom" degan so'z bilan pardozlab yozgan. Betimnomiga ko'ra, Xan sulolasi yana malika qizlarini mo'l saramjonlari bilan billa Hun Tangriqutliga yotliq qilib turishimi lozim edi. Buningdan boshqa yana Xan sulolasi Hunlar bilan qovuq, sadichin qovuqlari sodisini yo'lga qo'ydi. Xan sulolasi yuqorida aytilgandek yasoq to'lashga, malika qizlarini yotliq qilish, qovuq sodisini yo'lga qo'yish qatorliq yo'l qo'yishlar orqali Hunlarning qayta hujum qilishidan saqlanmoqchi bo'ldi. Bundaq ahvol 70 yil, ya'ni milodidan 200 yil burungi chog'dan tortib, milodidan 130 yilgacha davom qildi. Shunday qilib bu qitimni o'qishimiz mushagacha bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.